Shu kunlarda qay bir maktabgacha ta'lim tashkilotiga qadam qo'ymang, basseynda qiy-chuv qilib cho'milayotgan tarbiyalanuvchilarni ko'rasiz. Ha, yozning mana shunday issiq kunlarda bolajonlarning eng sevimli mashg'uloti ham suv havzalarida suzish. Yunusobod tumanidagi 43-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida tashkil etilgan ochiq eshiklar kuni tadbiriga borgan muxbirimiz ham aynan shu manzaraning guvohi bo'ldi. Tafsilotlar lavhamizda. 43-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirib borar ekansiz, eng avval manzarali gullar ekilgan hovli e'tiboringizni tortadi. Qiziqarlisi, ushbu rang-barang gullarni tarbiyalanuvchilarning o'zlari bog'cha opalari yordamida ekib, o'zlari parvarish qilishar ekan. Bundan tashqari, muassasada pazandalik, rassomlik, taekvondo, shaxmat shashka, nafis gimnastika, ingliz tili, raqs kabi 10 dan ortiq to'garaklar ham faoliyat yuritib, bolajonlarning har bir vaqti mazmunli va maroqli o'tar ekan. Ochiq eshiklar kuni tadbiri doirasida tarbiyalanuvchilar to'garak o'rgangan bor bilim va mahoratlarni namoyish etishdi. Jajji musavvirlar mo'yqalam tutib, tabiat manzaralarini chizib, pazanda qizlar shirin pechenyelar pishirishdi. Bugun ko'rganingizdek, tashkilotimizdagi barcha faoliyatlar bolajonlarimizni sog'lom rivojlanishlari uchun aqliy, vatanga sadoqat, oilaga muhabbat, tabiatni asrashga bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish uchun tashkillashtirildi va yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlarimizda barcha mashg'ulotlar o'yin tariqasida amalga oshiriladi. Guvohi bo'lganingizdek, bolajonlarimiz sport musobaqalarida hamda tabiatni asrab avaylashga bo'lgan muhabbatlarini yanada rivojlantirish maqsadida tabiat qo'ynida rasm chizish, tabiatdagi gullardan yanada chiroyli applikatsiyalar yasash o'yinlari orqali ularni faoliyatlarini olib bordik va bugungi kunda dolzarb mavzularimizdan biri bo'lgan yo'l harakati qoidalari, yo'llarda harakatlanish xavfsizligi, bolajonlarimizga yo'l belgilarini tushuntirish maqsadida yo'l qoidasi umr foydasi faoliyatlari o'tkazildi hamda ularni jismonan hamda ma'nan sog'lom qilib o'stirish uchun taekvondo, gimnastika faoliyatlarimiz yo'lga qo'yildi. Suv havzasidan kelayotgan quvnoq ovozlar ham tadbir mehmonlarini o'ziga jalb qildi. Rang-barang koptoklarni kim o'zarga terayotgan bolajonlarga havas bilan boqmay bo'lmasdi. Tadbir mehmonlari Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, tuman bo'limi, tuman hokimligi mas'ullari, ota-onalar maskanda olib borilayotgan ta'lim va tarbiya jarayonlaridan mamnun ekanligini, bu kabi qiziqarli jarayonlarni barcha ta'lim muassasalarida joriy qilish ijobiy natijalar berishini ta'kidlab o'tishdi.